Vohamiz ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotiga doir xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Voha 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. O'zbekiston kitobxonlar yurti. Ayni shior ostida respublikamiz bo'ylab kitobxonlik festivali o'tkazildi. Joylarda tashkil etilayotgan tadbirlardan muxbirlarimiz xabar beradi. Viloyat bolalar kutubxonasida kitobxonlik haftaligi doirasida har kuni bitta tadbir tashkil etilyapti. Bugun ham vohamizning eng ko'zga ko'ringan kitobxonlarni bir joyda jam qilib, ular tadbir o'tkazishdi. Tadbir davomida Surxondaryo viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi, Adib Sobir Termiziy nomidagi Surxondaryo viloyat axborot kutubxona markazi, Surxondaryo viloyat ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi mas'ullari ishtirok etib tadbirni ochib berishdi. Mana hozir meni yonimda Nastarin bilan Jasminaxon, ular vohamizning kitobxon yoshlaridan. Bugun tashkil etilgan tadbirda ham so'zga chiqib, kitobdan olgan taassurotlari haqida aytib berishdi. Ularning aytishiga qaraganda, kitob o'qish, dunyoqarashni kengaytirish, nutq boyligini oshirish bilan bir qatorda ularga qaysidir ko'nikmalarni egallashida ham yordam beribdi. Hozir o'zlaridan so'rab bilib olamiz. Qanday ko'nikmalar shakllandi sizda kitob o'qish orqali? Kitob o'qish orqali xulosa qilishimizga ham qaramay, o'zimizning bilim ko'nikmalarimizga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatdi. Unga misol tariqasida bitta fan, ya'ni matematikani oladigan bo'lsak, mening o'zim endi uni qaytadan o'rganayotganimda, xuddi ular misollar mening asar qahramonlarimga o'xshaydi, ya'ni muammolarga duch kelaman, ammo bularning yechimi borligini men aniq bilaman. Shuning uchun ham har bir fan o'rganishda badiiy asar o'qiganligim tufayli tez yechim topa olishim men uchun katta yutug'im deb o'ylayman. Demak, sizda mantiqiy fikrlash qobiliyati shakllangan. Shunday, mantiqiy, tahliliy va tanqidiy fikrlashimiz barchasi o'sha asarlar o'qiganimizdandir deb o'ylayman. Sizda-chi, sizda qanday ko'nikma shakllandi? Menda esa avvalambor o'zimga bo'lgan ishonch va notiqlik qobiliyati rivojlandi va bu menimcha har bir yosh uchun, har bir inson uchun kerakli qobiliyat hisoblanadi va kitoblar o'qigan insonning tafakkuri oshadi va notiqlik qobiliyati ham rivojlanadi. Nechta kitob o'qigansiz shu vaqtgacha? 100 dan oshiq kitoblar o'qiganman va har biridan o'zimga tegishli xulosalar olganman. Sizchi? Sanamaganman, lekin 100 dan oshiq kitoblarni birga o'qiganmiz. Bizni ko'rib kuzatib turgan tengdoshlaringizga ikkingiz ham bittadan kitob tavsiya qiling. Qaysi kitobni birinchi o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz yoki o'qishligini, aniq o'qishligini? Aniq o'qishligini yaqinda o'qib chiqqan O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi asarini tavsiya qilaman. Sizchi? Xudober To'xtaboyevning Mungli ko'zlari asarini tavsiya qilaman. Rahmat sizlarga. Kitobxonlik haftaligida albatta kitobxon yoshlarimiz ham jonbozlik ko'rsatib, ular o'z tengdoshlarini kitob o'qishga chorlashda yaqindan yordam berishyapti. Siz qay darajada o'zingiz tengdoshlaringizni kitob o'qishga qiziqtira olyapsiz? Juda ham taassurotlar a'lo, chunki bir hafta davomida biz kitobxon tadbirda faol ishtirok etib kelmoqdamiz. Viloyat kutubxonasida, Ko'zi ojizlar kutubxonasida kutubxonaga kelib yaratilgan sharoitlarni ko'rib ham juda ham xursand bo'lyapmiz. Juda ham prezidentimiz tashabbusi bilan ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Minnatdormiz prezidentimizdan. Va bugun bolalar kutubxonasiga tashrif buyurdik. Bolalar kutubxonasi biz o'ylaganimizdan ham juda ham zo'r, ajoyib. O'ylamagandik-da, bunaqa taassurot kutmagandik, bunaqa kutubxona borligini. O'ylaganimizdan ham a'lo, chunki sharoitlar, bolalar uchun sharoitlar, kitoblar, yangi nashrdagi kitoblar va bu yerdagi imkoniyatlar juda ham katta ekan. Prezidentimizning yaratib bergan buncha sharoitdan keyin sizlarga faqatgina kitob o'qishni tavsiya beraman. Tadbirlar o'zini amaliy natijasini beryapti. Bugun biz kutubxonada farzandlari bilan kelgan ota-onalarni ham uchratdik. Qizingiz necha yoshlar? Har kuni olib kelib turasizmi? Qizim 6 yoshda, yaqinda maktabda borish arafasida, shundan hozirdan kitob bilan tanishtirishga harakat qilib kutubxonalarga olib kelib turibman. Qizingiz o'qishni biladimi? O'qishni bilmaydilar, o'zim o'qib beraman. Rasmlarga qiziq, rasmlarni tomosha qilishga aynan qiziqadi. Harflarni asta-asta o'rgatishga harakat qilyapmiz, o'rgatyapmiz. Qanday vaqt topasiz har doim qizingizni olib kelib bu yerga kitob o'qib berishga? Farzand uchun vaqt ajratish kerak. Shabnamxon o'qishni bilmasalarda bizga hozir chiroyli kitob haqida she'r aytib beradilar. Shabnamxon, boshladik. Osmonlarga yurganlar, oltin sarar qurganlar, men beralik turganlar, bolaga kitob bering.
faol ishtirok etgan o'quvchilar tadbir yakunida taqdirlanishdi. Shu bilan birgalikda maktab jamoalari, o'quvchilar, universitet talabalari bu yerda yaratilgan sharoitlar ularga yana bir karra namoyish etildi.